bulaqmantining sudaları kelsa mana qanday chiqibdi mana yumshoq shundaymi yo'q mana ko'rdingmi lum ha bugun emsa o'xshagan bir Jusey bulaqmanti yetishib shuni elib keldim emsa diqqatinglar filmimizda bo'lsin bugun emsa bu Jusey bulaqmanti itimiz qo'y ha mana 1,5 kilo ximiyaga mana 2 gram etrafda mana suda aralashtiramiz mana sudani berib mana bunday nemdi yetibcha mana bunday qilib mana da chaylab mana ya uni yurib ishlasak ximiyani tibcha bak bilen bo'ldi asla uni yurib etsak azroq da ishlama ya mush ximik kelgan vaqtida mush qo'ldirimizni ximik chaplashmaydi-cha lim ko'tirdi peshqonning tekkimi ximik chaplashmaydi agar sudas kim bo'lib qolsa suda kim bo'lib qolsa mush bulaqmantining ximirdinki peshqonga chaplashgan qo'lga chaplashgan shunaqa ximik kelib qolsa ishni sog'lig'ini qo'lga chaplashmay lim qo'lga ko'tirib yutadi hozir o'sha keldi mana mush ximik ishni sog'lig'ini chaplashmaydi qo'lingizni bilsam tashlama ha mana mush holatda mana bulaqmantiniki xemirning sudas kelsa mana o'sha holatda mana hech qanday chaplashmay bassangni lim ko'tarilib turdi suda kim bo'lib qolsa mana bassangni qo'lga chaplashib oladi bu qo'lga chaplash mayinda turdi ximik ishtiqlab qolsa rizingidek bo'lib oladi bunda ximikcha mana sudas ishtiqlab qolsa ishlasangmi bunda bir xil pelisi oladi sudas ishtiqlab qolsa o'sha holatda bo'lsa bo'ldi mana bunda cho'g'irtitda ximikcha bunda sudani qo'yib qolsalar qancha ishlab ximik qo'ysak ba'zilar deydi ekan voy ximiyni undan ishlasang piti kelib ketadi manda olib ketgan baka gapchima bu ximiy degani qancha ishlab shu masalan shunda mayandan ishlab manda qatlab ishlab mana shunda holatda mana bunda ishlab qo'ysanglar mana qalaman manda ishlab ximiyni ishlab bunda qo'ysak shunday yaxshi chiqadi manda shunday uzib mana endi har yaniki bozor sharoitiga o'zimiz ba'zi jalliqroq o'zida 10 gram qo'shib turgan yerlarimiz bor chaqqaroq turgan yerlarimiz bor shunday qilaman chiroyli tugishni ko'raman mana qilsanglar mana gul keladi mana benim ustalığım boşa mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bu 21 qatlaqda mana. Bunda chiqadi mana. Ağızlarım yem yipilib mana. Chiroyli. Gul öyle. Qo'rqmay turgan. 15 minut mana qasqanda pishiramiz. Shu zaman shunda yaxshi pishib chiqadi. Ya, mana. Ya qumadi mana bulaqmanta mana aqbulat ya mana qaranglar shu bulaqmantining sudalari kelsa mana qanday chiqibdi mana yumshoq shundaymi yo'q mana ko'rdingmi lim qo'tirdi mana yumshoq mana oppoq mana ko'rdingmi mana ko'rdingmi ha mana Jusey go'sht bulaqmanti degan shu mana ya elamsa ha qisqilinglar mantaqa elang hamma kelinglar qanday chiqibdi